g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy bobomizning 585 yilligini keng miqyosda nishonlayapmiz. Alisher Navoiy bobomiz yoshligidan juda ilmga chanqoq va muvaffaqiyatlarga to'la inson bo'lgan, shaxs bo'lganlar. Nimaga biz aynan Alisher Navoiy bobomizning tug'ilgan kunlarini e'zozlab va bayram sifatida qabul qilib kelamiz? Nimagaki sizlarga qorong'u emas, Alisher Navoiy bobomiz boshqa mashhur va zamonasining eng buyuk shoirlari o'zini she'rlari va asarlarini forsiy tilda yozib va bitib keladi. Husayn Bayqaro do'sti Alisher Navoiyning fahmini juda katta baholab, uni vazir darajasigacha ko'taradi. Va yana unga shohning eng yaqin kishisi hammamiz bilsak kerak. Men sizlarga ma'lumot berishdan oldin sizlarga savol bermoqchiman. Shu 5-sinfga o'tishimizdan boshlab adabiyot fanida biz har yili Alisher Navoiyning hayot va ijodini o'rganib kelamiz. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Javob hech kimda yo'qmi? asosan 8 bo'lib, ularning ikkitasi turkiy, ya'ni o'zbek tilida yozilgan, bitta qolgan bitta donasi fors tilida yozilgan. Turkiy tilidagi devorlari bular birinchi bo'lib ikki devor 1465-1466 yilda yozilgan. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdimu chekdim yo'lida intizor. Keldi jon bo'g'zim ayu uch oqibat qol kelmadi. Orazidek oydin erkonda gal etdi ixtiyor. Ro'zgorimdek ham o'rg'onda qorong'u kelmadi. Ulparivash hajridan kim yig'ladim devona bor. Kimsa bor mumkin anga ko'rganda kulgu kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb turmang meni. Kim bor on erdi kelgan bu kecha suv kelmadi. Tolibi sodiq topilmas yo'qsa kim qo'ydi qadam. Yo'lga kim avval qadam ma'shumga o'truv kelmadi. Ey Navoiy bodavirda turram etding keyin ne uchun kim boda kelgan unga qayg'u Sen ey Majnunroq, Majnun, vatanning qayda oldi? nedir senga olamda pesha? Ishq ichra majnunlik hamisha. U ishdan olmas kasb rozi. Kasb olsa bastir ishq sozi. Kim ishq otiydin befasona? Kuymay kishi topmas nishoni. Kuymagingni ayla ma'lum. Andin eror job aqli mahrum. Qay chog'dan olding ishq aromas? Ruh ermas, erdi tanga payvast. Bu ishqi inkor qilgan. Bu sozdan istig'for qilgin. Oshiqqa ish ko'p qilur zor. Furqat kuni ishqiy bo'lar baloshor. Vasl ichra jonon iltifoti. Kim dilbaringning der sifatin? Til g'ayrating tutma. Otning Kim ishqiga ko'ngluq olindir? ko'nglimda jondek yorishimdir. Vasliga bor sen orzumand. Bor men xayoli birla xursand. Joningni olsalar yodi, Shubdir jonim murodi. ko'ngling fido qilsa jafosi. Bu ishqning tarkibi chiroq. Zulfi sumbul, yuzi gul, sarvi gulandonimga ayt. Qomi talxu, bog'da zahru, gulgun bulong'oning. Lali rangin labzi shirin, sho'x qutqonimga ayt. Ko'zimning nuri kel, toza gulim kel. Ko'nglimning bog'idagi sayroqi bulbulim kel. Ko'rib gulzor ichra sizni yolg'iz, so'rovsiz, indamay men behayo qiz. Kechirgaysiz, jur'at etdim kelishga. Ko'nglimning armoni kel, maqsadga yetdim. Nechuk bezotasan, barbad turibsan, malakalliq yolg'iz yuribsan. Sahar chog'i turib, shirin g'azaldan eshitmak odatim bo'lgan azaldan. Quloq soldingmi? Yolg'iz men emas, gul, samo, yer, koinot, barcha jonlik va jonsiz eshitdi jon. Bunday g'azaldan zavq olmagan kim? G'azal kim? So'ylagay mehru vafodan, g'azal kim? So'ylagay ishqdan, jafodan. G'azaldan bu kabi zavq olmagan kim? Ko'ngil ilhomchisi sensan azizim, bularning barchasi senga atalgan. Xudo bilsin,
balki so'zingiz yolg'on. Nechuk har bitta o'zbek bolasi, o'zbek yoshlari Navoiydan bir to'rt qator narsa bilmasligi bu qaysidir ma'noda uyat. Uyalishimiz kerak. Nimaga? Butun Turkiy dunyoda, Turkiy davlatlarining ichida Navoiy ozmi ko'pmi o'zini o'rniga ega inson. Nimaga? Nimaga aynan Navoiy qaysidir ma'noda o'zbeklardan chiqdi? Butun turk olamida. Chunki Navoiy yo'qolib borayotgan, o'zining o'rnini yo'qotayotgan turk tiliga qaytadan jon berdi, qaytadan ruh berdi. Bu insonning, bu shaxsning, bu bobomizning bitta bo'lsa ham g'azalini yodlamaganimiz bu biz uchun qaysidir ma'noda uyat. Keling, bugundan boshlaylik. O'zimiz uchun Navoiydan hech bo'lmasa o'zimizga kerak bo'ladigan mashhur g'azallari bor, Navoiyning o'zining shaxsiy mulohazalari bor, qitalari bor yoki ikki misradan iborat fardlari bor. O'shani o'zimiz uchun yodlab qo'yaylik. Zora ertaga bizdan ham Navoiy haqida biror savol so'raganda biz uni tug'ilgan asarlari, g'azallaridan tashqari misol keltirib, bitta g'azalidan yoki bitta qitasidan misol keltirishimiz bu bizni shaxsiy yutug'imiz deb o'ylayman. Barchaga rahmat ishtirok uchun. 1, 2, 3.